Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka opa-singillar. Mana mahallamizdagi Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Xabaringiz bo'lsa, shu mahallamizda qulayliklarni hisobga olib, ayrim xonadonlarda janoza namoziga o'qishga qiyinchiliklar tug'ilib qolgan sababli shu masjidimizda bir chiroyli janoza namozi o'qiladigan sharoit yaratmoqchi bo'lib harakat qilyapmiz. Mana yerlarimiz shiminlar to'kilib, tekislanib qo'yildi. Endi bu yerimizni 185 kvadrat, 190 kvadrat joyimiz bor. Xohlaymiz asfalt qilamiz, xohlaylik sement qilamiz, 18,5 kuba mahsulot ketadi. Asfaltdan 18,5 kuba ketadi, sement ham. U mahsulotimiz 11 million 12 million so'm mablag' bo'lar ekan. O'sha mablag'ni to'plasak, mana shu yerda chiroyli joy qilib, yashashga qilamizmi, asfalt qilamizmi, joy qilib qo'yamiz. İnşallah kelajakda mana shu janoza namozlarimizni masjidda o'qiymiz. Endi masjidda janoza namozi o'qish foydasini aytaman men sizga, 3 ta foydasini. Birinchisi, tahoratxona ishlaydi. Hech kishi kelsa ham, mehmonimiz keladimi, xudo anda aka-ukamiz keladimi? Ikkinchisi, mana top-toza joy bo'ladi. Mana uchinchisi, har xil ayollarimizdan, nimalardan aralashib qolmaymiz, uzoqlashamiz. Ana shunday do'stlar, endi karta raqamimizni aytib o'tamiz. 5614 68 20 00 71 45 45 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li yoki +99 893 323 0081 telefon raqam. Mana shu sharoitni qilib qo'yaylik mahalladoshlar, o'zimizga, mana shu mahallamizga yaxshi bo'ladi.